Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızla başlayımız. Cenubi Deniz ciddileşip gitti. Amerika en kudretli avtomatika ve motorlaşkan kısımlarını evetidir. Mavzulu haber 2. ayının 19. günü Dovit orbiti ilan kılındı. Haber mında başlandı. Çünkü Cenubi Deniz aralığı raketa uğurlaştırgandan keyin Şarkı Asya vaziyetinden Yaponiya ve Amerika Koşmuş Ştatları iki devlet hükümetleri ensirashga başladı ve davamlı dikkat kıldıqanligini bildirdi. Cungu'nun Cenubi Denizde harbiy jihatda kengayishini to'sish uchun Yaponiya, Amerika, Sharqi Janubi Osiyodagi har qaysi davlatlar bilan birlikda Cunguni cheklashga to'g'ri keldi. O'xshashli bir vaqtda Amerika armiyasi Sharqi Osiyoga davomli hujumchi avtomatga avatib tahdid selish kerak. Yaponiya Chanjin Shinwen gazeti 2. ayının 19. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning mudofaa ministri shu kuni Junguning g'arbiy taqim orollarga raketa o'rinlashtirganligiga, rayonning vaziyatini o'zgartirish muddaosi borligiga sal qarashga bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Davlat mudofaa ministri Amerikaning admiral Hayri Haris Yaponiyaning davlat mudofaa ministri bilan ko'rishib, suhbatlashib, Junguning raketa o'rinlashtirganligini tanqid qildi va harbiylashtirish g'arizim yo'q degili bo'lmaydi. Rais Xi Jinping ayni chaqda bizning Janubi dengizni harbiylashtirish niyatimiz yo'q edi, lekin bugun oshkorlandi niyati borligi. Shunga biz safsata deb qaraymiz. Prezident Obama'nın vaziyet o'tash muddati 10 ay vaqt qoldi. 10 oycha vaqt qoldi. Jungu dalmush paytni tanlab olib, Amerika bu mezgilda yuraklik harbiy harakat qila olmaydi deb qaradi. Shuningga asoslanib, Jungu Janubi dengizida emas, balki qo'lini tomshig'ini Sharqi dengizga va G'arbiy dengiz taraflarga uzatib, erkin qatnashni tashabbus qiladigan Amerika armiyasini erkin qatnay olmaydigan holga tushirib qo'yamdi yo'q deyishdi. Yaponiya gezdirib. Her taraf kriz ketib turganda Amerika armiyasi muhokama qilib, Amerikaning eng qudratli avtomatika va motorlashgan qismlarini burayonga avatib, Sharqi Osiyoga 2 dona hujumchi avtomatga o'rlashtirdi. Jiddiy hushyor turishi oltini saqlab qoldi. Amerika Jungu iki davlatning harbiy kuchining o'ziksiz yuqori o'rlishiga ergishib, her iki taraf bir-biriga yo'l qo'ymasa, iki davlat o'rtasida harbiy to'qinish yuz berdiganligi amaliyotda allaqachon oxirdan sanaydigan bosqichga yetib keldi. Yaponiya siyosatparlari olimi Tingjin Yanshi mundaq ko'rsatdi. Amerika olli-burilli shunda qilishi kerak edi. Sharqi Osiyoda harbiy kuchini ko'paytirish albatta shunda qiladigan ish edi. Prezident Obama Amerika dunyoviy soqchi emas degandan keyin Jungu darhol hayba ko'rsatib, harbiy tahdidni o'zliksiz oshirdi. Balki Yaponiya, Amerika, Filippin, Vietnam qatorliq davlatlar bilan hamkorlashib, Janubi dengiz qatorliq joylarda Jungudan o'rtaq hazar aylish kerak deyishdi. Amerika, Yaponiya, Filippin, Vietnam qatorliq davlatlar bilan hamkorlashib, Janubi dengiz qatorliq joylarda Jungudan o'rtaq hazar aylash kerak dedi Amerika. Va Yaponiya Sharqi Janubi dengizdagi vaziyat hozir jiddiylashayotgani vatandoshlar. Bugun bu so'zlaydigan leksiyalarimiz qisqa leksiyalar. Endi davomini anglaysizlar.